Dasturimiz davom etadi. 35 kilometrli ushbu yo'l shunchaki transport uchun qulay yo'lak emas, balki hududning iqtisodiyoti, turizmi va logistikasiga yangi bosqich bag'ishlaydigan ulkan loyihadir. Urganchga kelib samolyotdan tushgan odam, mashinada kelgan odam Urganchdan Xivaga borguncha tirband yo'l, asosan bitta yo'l bor. Tirbandliklarni oldini olish, turistlarga sharoit yaratish maqsadida hurmatli prezidentimizni bergan topshiriqlardan so'ng loyihasini ishlab chiqib, uni ishni boshladik. Yo'l tarkibida sun'iy inshootlar, temir yo'l ustidan o'tuvchi ikkita yo'l o'tkazgich, hayvonlar o'tishi uchun maxsus kesishmalar, 3 ta zamonaviy terminal, sun'iy intellekt bilan boshqariladigan nazorat tizimlari bo'ladi. Qilali 25 sm beton quyamiz, mustahkam bo'ladi. Shofi har bir plitada emas, monolitniy bo'ladi-da, ko'pirni boshida bitta bo'ladi, oxirida bitta bo'ladi. Bundan tashqari Uzyol ko'prik klasterini beton mahsulotlari ishlab chiqarish zavodidan 150 ga yaqin vagon tashib keltirildi, temir beton mahsulotlari. Bu degani kuniga fevralning oxirida boshlagan bo'lsak, kuniga 4-5 vagondan mahsulot jo'natyapmiz. Hozirgi kunda 5 ko'prikda qurilish ishlari faol davom etmoqda. Shuningdek, loyiha uchun Turkiyadan malakali konsalting kompaniyasi jalb qilingan. Ular laboratoriya, texnologiya va nazorat jarayonlarini xalqaro standartlarga muvofiq yo'lga qo'yib bormoqda. Hisob-kitoblarga qarasak, qariyb 500 ming tonna asfalt ketadi. Umumiy hajm 1 million tonnadan sal kamroq. Biz ushbu resurslarni aniqlash uchun konlarga bordik va bu jarayon uchun eng mos keladigan materiallarni aniqladik. Ayni paytda qurilish rejamizga muvofiq olib borilmoqda. Yo'l nafaqat avtomobil yo'lagi, balki hudud kelajagiga ochilayotgan yangi eshikdir. Qurilish bo'layotgan viloyat bir necha qo'shni respublikalar bilan kesishadigan qulay lokatsiyada joylashgan. Qolaversa, Xiva sayyohlarning e'tibori tobora ortib borayotgan tarixiy joy. Mubina Nosirova, Muhammad Ali Mamajonov, Ovoz informatsion dasturi uchun Toshkent.